Men Germaniyaga 6 yil oldin kelganimda mana shu Fitix degan zalga mana a'zo bo'lganman. O'shandan beri abonementimni o'chirmaganman va Fitixning zo'r tomoni mana shunaqa bari bo'ladi. Tekin har xil mana gazli suv, gazsiz bezgaz, har xil ta'mli suvlar turadi. Trenirovka mobaynida xohlaganingcha kelib, to'ldirib olib ichsa bo'ladi. Mana bu yerda pulli narsalar, bankomat, har xil protein, energetik idishlar, bir nimalar sotib olsa bo'ladi. Germaniyada o'zi filiali eng katta fitness klub menimcha Fitix, sharoitlari zo'r. Dush, kiyinish xonalari, trenajyorlar, dahshat ideal darajada qilingan. Oldin 20 euro edi. Men yozilganimda, yaqinda menikini ham oshirishdi endi 25 to'laysan dedi. Men o'zim maktab paytimdan beri zalga chiqaman, lekin hech davomli chiqmayman. Fitixning yana bir zo'r tomonidan biri, mana masalan umumiy zal, ham o'tirishadigan. Hey bro. Lady gym bor, ya'ni ayollar faqat o'zi shug'ullanaman desa, erkaklarga aralashmasdan boshqa desa, kirib turib mana shu lady gymda shug'ullanishi mumkin. Bu yoqqa erkaklar kelishi mumkin emas. Ya'ni bu endi biznes bo'lgandan keyin hamma qatlamga mo'ljallab qilishganda va bu yerda ham musulmonlar bor, ayollar bor. Shular ham qolib ketmasin, kezin bizim mijoz bo'lsin deb mana shunaqa lady gym qilishgan. Mana bu yoqda umumiy kardio, mardio, yugurish, shunaqa apparatlari.